Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli görürmenler. İstiklal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Xitay tarım neftlikdə 200-ге yaqın dərəcədən təşqiri çonqur quduq burğulğan. Xitayning ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkistondan bulang-talang qilgan tabiiy boyliqlari ichida neft, tabiiy gaz muhim o'rinda turadigan bo'lib, texnik ko'p iqtisodiy manfaatga erishish uchun Xitoy hozirga qadar tarim neftlikida darajadan tashqari cho'nqur quduqdan 193 ni burg'ilgan. Xitoy tashviqot organi Tangritog' Do'rining 28 maydagi xabarida berilgan uchurlarda ma'lum bo'lishicha, bu yil tarim neftligi burg'ilab tamomlagan cho'nqur yer qatlami taki 1-quduqi Osiyo bo'yicha 1, dunyo bo'yicha 2 tik cho'nqur quduq bo'lib qolgan. Xitoy tarim neftligida 8000 metr cho'nqurlikdagi darajadan tashqari cho'nqur quduqdan 193 ni burg'ilab chiqqan bo'lib, bayqagan odatdan tashqari cho'nqur qatlamdagi neft tabiiy gaz zapas miqdori Xitoyning butun zapas miqdorining 4-3 qismini egallagan. Xabarda bir qism sonliq ma'lumotlar berilgan bo'lib, tarim neftligining atalmish G'arbning gazini Sharqqa yetkazish nomi bilan pardozlangan bulang-talangdagi asosli tabiiy gaz manbasi bo'lganligi, hozirga qadar tarim neftligining jami 172 million tonna neft, 473 milliard 700 million kub metr tabiiy gaz ishlab chiqarganligi bildirilgan. Bular faqat tarim neftlikidagi bulang-talang qilinayotgan boyliqlarning uchurlari bo'lib, buldirqi sonliq ma'lumotlarga asoslanganda butun Sharq Turkistonda 250 dan ortiq darajadan tashqari cho'nqur neft tabiiy gaz quduqi burg'ulangan. Xitoy ishg'oliyat tarixidan boshlab Sharq Turkistonning tabiiy boyligini talon-taroj qilib, Xitoyga to'shishni bir kunma to'xtatmay davomlashtirayotgan bo'lib, yaqinqi yillarda texnik ko'p iqtisodiy manfaatga erishish, bulang-talang qadamini tezlatish uchun texnikasini davomli ilg'orlashtirib, darajadan tashqari cho'nqur neft quduqlarini qazish harakatini kuchaytirgan. Halbuki mutaxassislar Xitoyning bu jinoyatining Sharq Turkistonning muhitiga ig'ir ziyon keltiradiganligini, tarim o'ymonligining ekologiyasiga buzg'unchilik qiladiganligini ta'kidlamoqda. Xitoydagi bir ximiya sanoati zavodida portlash yuz berdi. 27 may Xitoydagi bir ximiya sanoati zavodida qattiq portlash yuz berib, 5 Xitoy o'lgan, 6 Xitoy yo'qolib ketgan. Xinhua agentligining xabariga asoslanganda, shu joy vaqti 27 may tushdan keyin soat 12 atrofida Shandong o'lkasining Gaomi shahridagi Youdao ximiya sanoati chekligi shirkatining zavodida kuchli portlash yuz bergan. Youdao ximiya sanoati zavodi dehqonchilik dorisi ishlab chiqaradigan bo'lib, taxminan 300 xizmatchisi bor ekan. Tarqalgan sin ko'rinishlarida g'oyat zo'r istutakning osmonga ko'tarilganligi, sanoat rayonida o't yolqinining osmonga etilib chiqayotganligi va do'konlarning derazalarining portlash zarbasida cheqilganligi ko'rsatilgan. Xitoyning zavod konlaridagi bexatarlik masalasi yillardan buyon izchil davomlashib kelayotgan bo'lib, turli hodisalar uzilmay yuz bergan. Eng og'ir hodisadan biri bo'lsa, 2015-yili Tianjindagi bir ximiyalik modda iskilatidagi portlash bo'lib, ayni vaqtda kam deganda 165 Xitoy o'lgan. Ukraina Xitoyning Rossiyaning harbiy sanoat zavodlarini muhim ashyo bilan ta'minlaganligini bildirdi. Ukraina hukumati yaqinda bir turkum Xitoy askarlarining Rossiya uchun urushga qatnashganligini va Xitoyning Rossiyani qurol-yarog' bilan ta'minlayotganligini rasmiy e'lon qilgandan keyin, bu hafta yana Xitoyning Rossiyaning 20 harbiy sanoat zavodini muhim ashyolar bilan ta'minlaganligini e'lon qildi. Reuters agentligining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Ukraina tashqi istixborot idorasining boshlig'i Oleg Ivashchenko 26 may Ukraina taratqullarining ziyoratini qabul qilganda, egillagan ma'lumotlarimiz shuni ko'rsatadiki, Xitoy Rossiyaning davlat mudofaa sanoati korxonalarini stanok, alohida ximiyalik buyumlar, o'q dorisi va munosabatlik zapchastlar bilan ta'minlamoqda degan. O yana Rossiyadagi buningga chetishliq zavodlarning 20 ga yetadiganligini, Ukraina istixborot organlarining 2024-yildan 2025-yilgacha bo'lgan oraliqdagi Xitoy bilan Rossiyaning Osiyo sohasidagi hamkorligiga aloqador
az deganda 5 deloning uchurlarga erishganligini ta'kidlagan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Mauning 27 may Reuters agentligi muxbirining bu vaqtdagi savoliga javob berganda ayblashni inkor qilib, koni iboralarni takrorlab, Xitoyning Rossiya-Ukraina urushini to'xtatish uchun kuch chiqarayotganligi, hech qanday bir tarafni ajallik qurol-yarog'lar bilan ta'minlamaganligi, asossiz ayblashlarga qarshi turadiganligi haqida jar soldi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy oldingi oydagi bayonotlarida kam deganda 155 Xitoyning Rossiya uchun urushga qatnashayotganligini, Xitoyning Rossiyani qurol-yarog' va o'q-dori bilan ta'minlayotganligi to'g'risida Ukraina bexatarlik organlaridan axborotga erishganligini orqama-orqa e'lon qilgan edi. Ukraina hukumati uzun o'tmay e'lon qilgan jazo tizimligiga Rossiyaning shirkat organlaridan boshqa 3 Xitoy shirkatini kirgizgan edi. İsrailiya G'azzadagi bir panohlanish o'rnini o't dengiziga aylantirdi. Isroiliya 26 may atiganda G'azza shahridagi maktabdan panohlanish o'rniga o'zgartirilgan bir binoga havodan hujum qildi. Yerlik sahiya amaldorlari bu hujumda 18 bola va 6 ayol bo'lib, kam deganda 31 falastinlikning kuyib qazo qilganligini va necha 10 kishining yaralanganligini uqtirdi. Bu vaqtdagi sin ko'rinishlari kuchli g'ulg'ula qo'zg'agan bo'lib, kuyayotgan sinflarning ichida bolalar va ayollarning ichinishlik varqirashgan ovozi anglangan. O't intayin kuchlik bo'lg'achqa atrofdagilar dal vaqtida qutqizishga amalsiz qolgan. Hozirga qadar Isroiliya qo'rshav ostidagi G'azzada ko'pinchisi ayollar va bolalar bo'lib, taxminan 54 ming falastinlikning jiniga zamin bo'ldi. Nupusining asosan degudek hammasi uy makonidan ayrilib qolgan qo'rshav ostidagi G'azzaning zo'r bir qismini xarobiylikka aylantirdi. Isroiliya hukumatining G'azzadagi qilmishlari g'arb davlatlarining noroziligini qo'zg'amoqda. Jumladan Avstraliya bosh ministri Antoni Albanese 26 maydagi bayonotida Isroiliyaning G'azzaga yordam kirishini to'sish uchun o'tirg'a qo'ygan bahona va izohatlarini aqlig'ili bo'lmaydiganligini va qoyil qilarliq emasligini aytib, Isroiliya hukumatini keskin yo'sinda tanqid qildi. Germaniya Ukrainaning boshqariladigan bombalarga qo'yilgan cheklamalarni bekor qildi. Germaniya bosh ministri Friedrich Merz Germaniyaning va boshqa cho'ng ittifoqdoshlarining Rossiyaga qarshi davomlashayotgan urushda Ukrainaga ta'minlangan qurollarga bundan keyin hech qanday musofa cheklamasi qo'ymaydiganligini bildirdi. Turkiya ovoz radiosining xabarida bildirilishicha, 3 hafta ilgari Germaniyaning yangi rahbari bo'lgan Friedrich Merz urush to'xtatishni kafolatlantirish va G'arbning Ukrainaga bo'lgan qo'llashini davomlashtirish uchun diplomatik harakatlarni boshlagan bo'lib, u cheklamaning amaldan qoldirilishi haqida to'xtalib, bu Ukrainaning o'zini qo'g'dash uchun, masalan, Rossiyadagi harbiy o'rinlarni hujum nishoni qila oladiganligini bildirdi degan. Hamda ilgari buning mumkin emasligini, ammo hozir mumkin bo'lganligini ta'kidlagan. Kreml saroyi bayonotchisi Dmitriy Peskov Friedrich Merzning bayonoti haqida to'xtalib, musofa cheklamasining bekor qilinishini maqsad qilgan bir qarorning intayin xatarlik bo'ladiganligini va siyosiy hal qilish chorasi tirishchanligiga zid keladiganligini aytgan. Navbatda Germaniya Amerikadan qolsa Ukrainaga eng ko'p harbiy yordam bergan ikkinchi davlat hisoblandi. Hozirgi hukumat Sholis hukumatiga o'xshamaydigan holda strategik aniqsizlik ehtiyojiga imo qilib, hamda Ukrainaga ta'minlangan qurollarning to'liq tafsilotlarini oshkorlamaydiganligini bildirgan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.